Do'stlar, hammaga salom. Kecha biz UFC tarixidagi eng katta upsetlardan biriga guvoh bo'ldik. Hamzat Chimayev faoliyatidagi birinchi mag'lubiyatini qabul qilib oldi, Shon esa yana chempionga aylandi. Eng qizig'i, ularning bir-biriga bo'lgan nafrati jang davomida butunlay yo'qoldi. Bugun esa UFC va MMA olamidagi jangchilar, ekspertlar ushbu jangga o'z fikrlarini bildirib o'tishdi. Ularni jamlab o'zbek tiliga tarjima qildim. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bu Hamzat uchun faoliyatidagi eng og'ir vazn tashlash jarayoni bo'ldi, deyarli 21 kilogramm. Shunga kelsak, u hali ham ahmoq. Ikkala jangchiga ham hurmat bo'lsin, ular munosib jang ko'rsatishdi. Juda qiziqarli jang bo'ldi, raqamlar aldamaydi. Men Stricklandning chiroqlarini o'chirib qo'yaman. 100% keyingisi bo'lishim kerak. UFC buni tashkillang. Juda ko'p ortiqcha gaplar gapiradi. Menga revansh bering, men uni uxlataman. Let's go. Bu bo'g'ri emas, ko'ppak ekan-ku. Menga uni bering, yo'q qilaman. Agarda u 93 kilogrammga o'tsa, men uni osonlikcha taslim qilaman. To'g'risi bunga umuman ishona olmayapman. Hamzatni hech kim ikkinchi raundda kardiosi o'chib qolishini kutmagandi. Bu MMA, nima ham dermiz, bu yerda hamma narsa sodir bo'lishi mumkin. Endi bizda yangi chempion bor. Shon Strickland aql bovar qilmas jang ko'rsatdi va ajoyib jang guvohi bo'ldik. Hakamlar to'g'ri qaror qabul qilishdi. 48 ga 47 Shon foydasiga jang hal bo'lgandi. 5-raunddan oldin 2-2 edi, lekin 5-raundda Shon aktivroq harakat qildi. Nima bo'lgan bo'lsa sodir bo'ldi. Endi ortiqcha muhokama kerak emas. Shonni tabriklayman, u fenomenal chiqish ko'rsatdi, bosimni ko'tara oldi. Jangdan oldingi nafrat va trash-toklar o'z yo'liga. Lekin oktagon ichida ularning ikkalasi ham jangchilik ruhini namoyish etishdi. Ular bir-biriga hurmat ko'rsatdi. Ular haqiqiy jangchi va hurmatga sazovor yigitlar. Bilmayman, lekin mening taxminimcha 3-2 hisobida Hamzat yutgandi. Hamzat birinchi raundda tezkor bo'g'ish bilan yutadi. Men hammaga aytgandim, Shonda takedownlardan ajoyib himoya bor deb. Ko'pchilikda ham shu fikr bor edi. Adashmayotgan bo'lsam, Chimayev aslida 93 kilogramm kamar uchun jang qilish kerak edi. Lekin uning Shon bilan jang qilishi yozilgan ekan. Shon aslida undan ko'proq vazn tashlagan. Shonga olqishlarimiz bo'lsin, u ajoyib chiqish namoyish qildi. Lekin Hamzat haqiqiy yirtqich, u hali qaytadi deb o'ylayman. Ha, men yanglishgan ekanman. Men Shonga umuman ishonmagandim. Hamzatni boshqa darajada deb o'ylagandim. Hamzat katta kuch yo'qotdi, lekin shunga qaramasdan u 5 raund turib bera oldi. Shon ajoyib chiqish qildi, u haqiqiy chempion, unga hurmat bo'lsin. Lekin Hamzat tik holatda u bilan jang qildi. Unga hurmat bildirishimiz kerak. Men ishonamanki, u hali kuchliroq bo'lib qaytadi. Chimayev, boshingni ko'tar. Men Shon uchun baxtliman. U ajoyib chiqish qildi. Juda ham ko'p odamlar meni ustimdan kulishgandi bu jangda Shonni tanlaganimda. Lekin men uning kuchiga ishongandim. Va men kimni ko'rayapman? Alex Pereira, haqiqiy afsona, Pereira. Bilasizlarmi, bu yigit yaqinda UFC tarixiga kiradi. U aniq 3 ta kamarni olgan birinchi jangchiga aylanadi. Braziliya bu ishni u sizlar uchun qiladi. Hamzat ikkinchi raundda deyarli charchab bo'lgandi, u tugagandi. Sen hayron qoldingmi u jangni 5 raund davom ettira olganiga? Yo'q, bilasanmi, Chimayev haqiqiy yirtqich, u hech qachon ortga qaytmaydi. Men bu yigitni tinimsiz jeb bilan urdim, qo'llarimga qarang. Lekin u bir qadam ham ortga qaytmasdi. Lekin Chimayev, sen ahmoq, oxirgi raundda meni aldading. Bilasizlarmi, menga oxirgi raundda nima dedi? Oktagon markazini ko'rsatib, kel ochiq jang qilamiz dedi. Odamlar xohlagan narsani ko'rsataylik dedi. Men esa unga ishondim. Ha, matbuot anjumanida belimdan pastga tepgan yigitga biz qo'l tashladik. Chimayev, senga ishonaman dedim. Lekin bilasizmi nima qildi? Qo'llarimni ko'tarishim bilan takedownga harakat qilib meni yiqitdi. Bilasanmi, qancha yomon so'zlar aytilmasin, oktagon ichiga kirganingda va raqibing bilan senda shunday bir-biringga hurmat paydo bo'ladiki, seni yuzingdan qon oqadi, uni yuzidan qon oqadi, lekin bu yerda haqiqiy jangchilik hurmati paydo bo'ladi. Bu har qanday irq, millat, din va davlat chegaralaridan ustun turadi. Dana, fikrlaring qanday jang haqida? O'ylashimcha 5-raunddan oldin 2-2 bo'layotgan edi va ham 5-raundni Shon Strickland oldi. Ha, Hamzat jang oldi juda og'ir vazn tashlash jarayonini boshdan kechirdi. Shuning uchun ham u tik holatda ko'proq vaqt o'tkazdi. Va aniqki biz Hamzatni har doim ham tik holatda jang qilaverganini ko'rmaymiz. U
U jang tugashi bilan oldimga kelib, bu vaznda boshqa jang qilishni xohlamasligini aytdi. Agar u yarim og'ir vaznga o'tsa, to'g'ridan-to'g'ri kamar uchun jang qilish kerakmi? Chunki Carlos jarohat olgan. Bilmayman, chunki men jang tugashi bilan darrov janglarni belgilamayman. Shuning uchun nima bo'lishini ko'ramiz. Demak do'stlar, barcha fikrlarni ko'rdingiz. Sizning fikrlaringiz qanday? Hamzat rostdan ham 93 kilogramga o'tish kerakmi? Yoki UFC unga Shon bilan revansh jangini tashkillab berish kerakmi? Agarda yarim og'ir vaznga o'tadi deb o'ylasangiz, videoga like bosing. Agar revansh bo'ladi deb o'ylasangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Hammasini o'qiyman. Hammaga rahmat, aktiv bo'ling, keyingi videolarda ko'rishguncha.